Assalomu alaykum obunachilar. Buyuk Turon mahallasidan noturar obyektimiz chiqibdi. Shuni Buyuk Turon shunday aeroport ro'parasida ko'chaga joylashgan, sen bilmaysanmi? Ana shu noturar obyektimiz sotuvda. Shundagina mahalla komiteti ro'parasiga joylashgan. Oldida yeri zaxvati ham bor, bog'chasi ham bor ekan, chiroyligina bog'i. Shuni obzor qilamiz birgalikda. Yuringlar. Bu do'konlarimiz tikuvchilik sexi, любой biznes qilsa bo'ladi mahallaga, o'qish markazi qilib qo'ysa ham bo'lar ekan, kompyuterxona qilib qo'ysa ham bo'lar ekan. Akkuratni qilib qo'ygan. Daraxtlarni ham chiqdi, manzara. Ikkita taraflama dom, oldi tarafdan ham dom bor ekan. Bismillah. Tikuvchilik sexi bo'lib ishlab turibdi. Balangina taylangan, polni ko'p turgan jihozlar qoladi. Bismillah. Bu tarafga davlatga joy qilib qo'ysa ham bo'lar ekan, devorlarni qo'yib qo'yib. O'zini sanuzili bilan, sanuzilari ham bor. Mana bu tarafga kattagina do'kon. Endi bu o'qish markaziga ham to'g'ri kelgan. Tikuvchilik, birorta biznes, ishlab chiqarish. Bu esa obyektimiz 108 kvadratdan iborat. Narxi startida 23 ming so'ralibdi. Sunnatga o'tadigan joyi bor. Realni olayotgan real narxi beriladi. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilib oling.